سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز یورت تیوی. دوباره برگشتیم به طور زنده و آنلاین از طریق صفحات مجازی یورت تیوی، خصوصا یوتیوب چینل یورت تیوی. و در پیش ما یکی از دوستان ما قرار دارند که با لنگی ازبکی که وقت شوق کسایی که لنگی به سر میکنه را با خود جلب میکنه، باشون یک مصاحبه کوتاه داشته باشیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. بونولام وزده بر معرفی قلسایز؟ محب الله ما شیرین تگافتن دکانم باش ورده. خب شیرین تگافتن خیالم پهلوانم بارسیز. کم خب که بخش خیلیدیز مبارک بسید. همچنان صدقم همچنان سلامت بلین. siz bizlarga aytingki bir ikki ro'za et qandoq o'tdi? yaxshi o'tdi. Qandoq do'stlar bilan yaxshi rohat aylanish va biron fikri nooromlik yo'q edi? hech gap yo'q, xushmiz. Ko'p shukr qilamizki avvalgidek qochoq Allohga shukr qilamizki orommiz. Yurib biz har joyga borsak tursak hech kim izzat bermaydi. Ko'p yaxshi. Siz bizlarga ayting qandoq palvonlik bu namozga, bu etga barguzor bo'ldi yo bo'lmadi? Inshaalloh ertaga bor. Ertaga qaysi joyga? Shtagobda o'ziga bilmayman endi qayerda borligini mas. Ovqatin qayerdalik? Qandoq omadasizmi? Alloh mehribon, ko'ramiz endi. Men shunday fikr qilamanki hamisha omadasiz. Kam bo'ladi maqsad. Ko'p yaxshi. Xudovand mana shundoq sizni himmatingizni va quvvatingizni kam qilmasin. Yigit bachalar va javon ki bor har joyga bo'lsa bois iftixor o'sha jamoa, o'sha mantiqa, o'sha mardum yo millat bo'ladi. Tashakkur sizdan ham. Xohish qilamiz, salomat bo'ling. Qandoq oxirgi biron payom yo orzu-armoningiz bo'lsa eshitamiz. Hech gap yo'q. Javonlarga ular ki xorij az kishvar sizni ko'radi, ularga nima payomingiz bor aytmaysizki bir eding tabrik bo'lsin yo? Xususan xorijdagi qavmlarga Iron, Turkiya başqa joylarga edim tabriklik qilaman. O'z tarafimdan ham Afg'onistondagi bor yigitlar tarafidan ham. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Alloh siz vaqtingizni olmang. Sog' bo'ling. بینندگان عزیز، قسمی که دیدین برادر ما با یک لنگی ازبکی که در حال گشتگذار در بازار بودن و اینها را گیر کردیم و حال در پیش خود یک برادر دیگه ما را داریم که ازشان سوالات را نیز خواهیم داشت. سلام علیکم. علیکم السلام. اسدالله هستم از ولایت فاریاب، ولسوالی شیرینتگاه، قریه تاشقاله. فارسی یا ازبکی کدامش راحت ترین؟ فرق نداره. ازبکی فارسی و فرق. خب ازبکی قبلی بس که yaxshi bilsin. خوش. ازبک من همه آتم اسدالله ولایت فاریابتان بولم، ولسوالی شیرینتگاهتان، قریه تاشقاله‌دان. پیلان ishlayman Hayratonga o'zim Hayratonga ishlayman. O'shkan bayramimizga Ulusvoli Shirintagohga kelganmiz. Alhamdulillah Ulusvoli Shirintagohga bayrami ko'p yaxshida, amniyati ko'p yaxshida. Nomi Xudo Imorat Islomiy askarlari ko'p amniyat olibdi, barqarorda. Az lihozi gashtguzordan, behudalardan, motorsikldan zotdan shularni bozor ichiga shuluq qilmay to'tabdi, qo'ymay to'tabdi, ko'p yaxshida. Xususan xotinlarga ijozat bergani shaharda shuluq qilmoq uchun amniyatimiz ko'p yaxshida, barqarorda. Ulusvoli Shirintagohga maşallah men 3-4 oyda kelganim yo'q edim. Ulusvoli Shirintagohga nomi Xudo yaxshi sarsaz bo'libdi. Ketdik, gashguzor qildik, alhamdulillah namoz o'qidik. Salomat bo'ling. Siz bizlarga aytingki mana 2 ro'za et qandoq o'tdi va qayerlarga safar qildingiz va qandoq do'stlar bilan edingiz? Bir kun keldik, avval kuniga Qazapani bir janoza keldi, janozani o'qidi inshaalloh. Xo'p, Maymuna ketdik. Maymunaga gezib keldik. Namozda inshaalloh o'z masjidimizga shuru o'qidik. Qamlarga, o'ylarga bordik. Yaxshi qamlarni o'ltirdik do'stlar bilan, o'ylagan inalli rapog'izorlar bilan yaxshi. Nomi Xudo avvalgi bayramdan ko'ra bu namoz muborak Ramazon ko'p yaxshi o'tdi. Ko'p sulh safa, oromi, sulh barqaror, hech nav xatar yo'q, ko'p yaxshidir. Ko'p yaxshi. Siz bizlarga o'sha bir farhangni mana o'ylaga aylanish va hol ahvol ham digardan so'rash va bir-birimizni bag'alkashlik qilishimiz, salom berishligimiz va bir-birimizni so'rashligimiz va bir-birimizga endi tabrik aytishligimiz. Va siz aytingki yigit bachalardan, javonlardan bu
اید جوالگه قندق بلو بتاد تشرین تگابگه خیالم که کوب بخیر راحتلی خوب راحت sizga shuncha aytayki 100% rohat aylanib gashti go'zallik qilyapti qamlar yigitlar javonlar navjavonlar mayda bachalar hammasi bir birini ko'rib quchoqlashib ko'rishib bir navi anonatki o'zbek tiliga o'zbek qamlarning ichiga bor bir birini uyiga borib o'tirib bag'ilkashlik qilib ko'rishib choyni ichib ko'rishib xudofizlik qilib jo'nab ko'p yaxshi bu nomi ko'p yaxshi javonlar ko'p yaxshi inshaalloh mana shuncha yaxshiliklarni ham boshiga siz bir yaxshilik degan ijod qiling biron tanz biron she'r biron diklama yo biron o'qimoq desam har narsaga siz rohatsiz biz sizdan eshitamiz boshqa bir she'r o'qiyman Farsida bahor omad guliman zamoni kishtikor omad guliman بیا یارجان که در باغها برویم که گلها بیشمار آمد گلی من رحمت سلامت بلین وقت هم بهار کلده و هم عید کلده اوشه بعض را کنده نور بالای نور خداوند من شنداق یخشی روزلرنه و من شنداق همیشه زندگی بیست کوکلم بسن و خداوند من شنداق زیبایلیلره مینن و سیز bizlerde زندگی bizde با چینش و گلهای زیبا همیشه زیبا قلسن اخیرگه برون پیام یا آرزو آرمانوز بسه اشتبس وندن انشاءالله پیام خواستم شو که تمام همتان عظیم دوستlarımga قوم خشدگه خصوصا ایرانگه ترکیه آلمانگه هر دنیای کشورگه یشیده sağ salomat bo'lsin va salom garm taqdim qilaman hammaga vataniy kelsinki o'shanda Eid muborak Ramazonda har namozga vataniy kelib qamlarning ichiga sharik bo'lib ko'rilib yaxshi xushhol bo'lib kelsin vatani har joyga gezgan bilan Iron Turkiya bilan Olmonga yurgan bilan hamma vatanda havosi ko'p chiroyli yaxshidir hamma qamlarimga salom qayerga bo'lsin sog' salomat omon bo'lsin sizdan ham bir jon tashakkur bizda ishtirok qildingiz va chayinalga تشکر ساق بلیم جان سلامت بلین جر بلین بینندگان عزیز قسمی که دیدین ما امروز در ختم روز دوم عید قرار داریم و امروز هم بالاخره با خوبی و خوشی سپری شد خداوند این آرامی و این خوشی را از ما و شما نگیره و از برادرانی که در خارج از کشور هستند و میخواهند با ما به طور آنلاین بپیوندند صبح ما انشاءالله یک برنامه زنده خواهیم داشت و